Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlar bilan Javohir. Bu galgi videomizda bizani dastavka haqida gaplashamiz. Butun O'zbekiston bo'ylab kompyuterlarimizga yetkazayotganmiz BTS, EMU va boshqa pochtalardan va nafaqat pochta, gruzovoy moshinalarimiz ham bor, kompyuterlarni yetkazib berishimiz mumkin. Hop, yetkazib berishdan tashqari kelisha olsak borib o'rnatib ham beramiz. Demak, shunaqa xizmatlarimiz mavjud. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu videoda esa biz qilayotgan ishlardan sizlarga namuna qildik. Demak, birinchi kadrda Buxoroga dastavka berdik bir komplekt. Shu tarzda donaga ham ishlaymiz, aloqaga chiqaverasizlar. Bu videoda esa 11 komplekt уже kompyuterxona uchun onlayn o'yinlarni ko'taradigan zborkani Surxondaryo viloyatiga dastavka qilib beryapmiz. Demak, klientimiz shuni qabul qilib stol tepasiga o'rnatadi, aloqada bo'lib turamiz. Ichida o'yinlargacha yozilgan holatda. Demak, hurmatli obunachilar, bu zborkalarimiz narxini Telegram kanalda, tepada, yuqorida ko'rsatilgan kanalda joylab boramiz. Kuzatishingiz mumkin. Hozir esa davom etamiz. Hop, bu zakazimiz esa bizani Farg'ona viloyati So'x tumaniga bo'lib, o'rtada Qirg'iziston ham bor, chegaradan yo'qqa olib borib, Farg'ona So'x tumaniga olib borib o'rnatib berilgan kompyuterlar. Shu lavha, demak 12 ta komplekt onlayn o'yinlarni ko'taradigan zborka qilib berganmiz va bitta отдельный administrator kompyuteri. Demak, общий 13 komplekt Farg'ona So'x tumaniga. Hop, davom etamiz, videomiz qisqa. Hop, davom etamiz. Hurmatli obunachilar, navbatdagi zakazimiz Samarqand shahriga trading uchun kompyuter terib berganmiz. Demak, bitta case, ikkita 27 li monitor va bitta 34 li QWERTY monitor, ikkita 200 Hz va bitta 165 Hz. Xuddi shunaqa Buxoroga ham chiqarib o'rgandik. Hozir bu Samarqandga. Demak, shu tarzda trading uchun ham zakaz berishlar mumkin. Kompyuterlarimiz bor. Bu esa yana Buxoro shahriga, demak, 21 komplekt offline o'yinlarni ko'taradigan zborka, polni komplekt monitor, klaviatura, mishka, naushnik, kovrik, ichida o'yinlargacha yozilgan holatda yuborib yuboryapmiz. Mana BTS ga keldi. O'zimizning mahalliy uy ichidagi BTS ga olib kelib jo'natib yuboryapmiz. Buxoroga yuboramiz. Hop, eslatib o'taman, demak, kompyuterxonalar uchun so'raydigan klientlarimizga kompyuterlar olib borib o'rnatib berish xizmatimiz ham bor, dastavka xizmatimiz ham bor. Demak, olib borib o'rnatib beradigan bo'lsak, bizni programmist ishi juda qimmatroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun ba'zida ichiga o'yinlargacha yozib, sistemalargacha tayyorlab yuborib yuboramiz. Bu yoqda yana instruksiya beramiz, qanday qilib ustanovka qilishlarini. Demak, aloqada bo'lamiz. Shu tarzda sizlar ham zakaz berishlar mumkin. Cho'chimasdan biz doim aloqada bo'lamiz. Biz programmistlar aloqada bo'ladi. Xullas, o'rnatib olamiz. Buxoroga jo'natib yuboramiz hammasini. Har bittasini raqamlab qo'yilgan. Bularning ichiga o'yinlar. Hop, davom etamiz hurmatli obunachilar. Bu safar yana zakazimiz Qashqadaryo Qarshi shahridan bo'ldi. 11 komplekt offline o'yinlarni ko'taradigan zborka, sal chekkaro joy ekan. Qarshidan odatda onlayn o'yinlar uchun so'rashadi. Bu offline o'yinlar uchun terilgan kompyuterimiz 11 komplekt, demak, aksessuarlar bilan polni juda 25 ta korobka bo'ldi. Hammasini endi jo'natib yuborishdan sizlarga lavha. Davom etamiz. Bu safargi zakazimiz ham yana Farg'ona viloyati So'x tumaniga. Demak, oldingi qilib bergan klientimizning tanishlari ekan. Yana 11 komplekt tayyor holatda onlayn o'yinlarni ko'taradigan zborkadan chiqarib oldik. Hop, video olingan paytda bu zborkalarimiz $490 bo'lgan. Hozir ancha qimmatlab ketdi. Demak, aktual narxlarni bilmoqchi bo'lsanglar, eslatib o'taman, tepada yuqorida kanalimiz bor, Telegram. Shunga obuna bo'lsanglar, doim kompyuterlar narxi, konfiguratsiyasi qo'yib boriladi. Hop, birinchi videolar ham shu Telegram kanalimizga joylanadi. Hop, hurmatli obunachilar, bundan tashqari eslatib o'taman, bizning Instagram kanalimiz ham bor. Shu yerga ham joylab boramiz videolarni. Shuning uchun obuna bo'lishni unutmang. Yaqinda yana konkurs qilamiz. Xudo xolasa, chiroyli yutuqlarni qo'yamiz. Hop, hurmatli obunachilar, videomiz juda ham uzayib ketyapti. Shuning uchun sizlar bilan xayrlashamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Hammaga xayr.